7. bob. Qarindoshlar, sizlar qonunni tushunasizlar. Shunga shunimi esinglarga silib qo'yayki, qonun faqat hayot odamgila hukmronlik qila oladi. Masalan, eri bor ayol, eri hayotli bo'ldi-ekan, qonun bo'yicha eriga bog'lanadi. Lekin eri o'lib ketsa, nikoh qonunining cheklamasiga uchirmaydi. Shuning uchun ayol eri hayot vaqtida boshqa bir er bilan birga bo'lsa, buzuq ayol deb qaraladi. Lekin eri o'lib ketsa, ayol nikoh qonunidan erkin bo'ladi. U chaqda boshqa bir erga tegsa, zina qilgan bo'lmaydi. Xuddi shuningdek, qarindoshlarim, sizlar Ayso Masihning qurbon bo'lishi bilan Tavrat qonuniga nisbatan o'ldinglar. Sizlar hozir boshqa biriga bog'landinglar. Ya'ni o'limdan tirilgan Ayso Masihga mansub bo'ldinglar. Buning bilan sizlar Xudoning xizmatida bo'lib, uningga shon-sharaf keltiralaysizlar. Burun biz gunohkor tabiatimizning ilkida bo'lg'ashqa, bizni gunohga elib bordigan havaslarimizning kayniga kirib ketdik. Bu havaslarimiz Tavrat qonunini bilishimiz bilan texmo qo'zg'ilib, tenimizga a'zolarni quturatdi. Natijada biz o'zimizni o'limga elib bordigan ishlarni qildik. Lekin hozir biz Tavrat qonunining hukmidan ozod qilindik. Chunki biz o'zimizni bo'g'ib turadigan bu qonunga nisbatan o'lgan. Biz konu usul bo'yicha, ya'ni Tavrat qonuniga burunqidek amal qilish orqali emas, balki yangi usul bo'yicha, ya'ni muqaddas ruhning yetakchiligida yashash orqali Xudoga xizmat qilamiz. Undaqda biz nima deymiz? Tavrat qonunining o'zi gunohning manbasi bo'lamdi? Yo'q, albatta undaq emas. Gunoh Tavrat qonunida ko'rsatilmagan bo'lsa, men qilmishlarimning gunoh ekanligini bilmaydim. Masalan, Tavrat qonunida boshqalarning tavliqotlariga ko'z qiringni sama deyilmagan bo'lsa, undaq qilishning gunoh ekanligini bilmagan bo'lardim. Lekin gunoh Tavrat qonunining bu amri orqali fursat tepib, ishimdagi har xil oshko'zliklarni qo'zg'adi. Bu qonun bo'lmasa, gunohning bundaq kuchimi bo'lmaydi. Tavrat qonunining menda nimani talab qildiganligini tushunmaydigan vaqtimda o'zimdan rozi bo'lib, o'zimni erkin ozoda his qilatdim. Lekin Tavrat qonunini haqiqiy tushunishim bilanla o'zimning gunohkor ekanligimni va ruhiy jihatda o'lganligimni aniq bildim. Tavrat qonuni insonlarni hayotlikka yetaklash uchun berilgan. Vaholanki bu qonunga bo'ysunmaydiganligimdan uning menga o'limni elib keldiganligini bayqadim. Gunoh Tavrat qonunining amirlaridan fursat tepib, meni ozdirib, o'limga duchor qildi. Demak, Tavrat qonuni haqiqatan pokdir. Uningdagi amirlarmu pok, to'g'ri va yaxshidir. Shundoq turqliq, bu yaxshi qonun meni o'limga duchor qildimi? Yo'q, albatta undaq emas. Balki ana shu gunoh bu yaxshi qonundagi amirlardan foydalanib, meni o'limga duchor qildi. Biz endi gunohning haqiqiy qiyofatini tonib olaymiz. Chunki Tavrat qonunidagi amirlar orqali gunohning qanchalik qabiy ekanligi oshkorlandi. Tavrat qonuni Xudodan tushirilgan bo'lg'ashqa, uning yaxshi ekanligini bilamiz. Biroq gunohkor tabiatimning boshqarishida bo'lgan men bo'lsam, gunohning qullig'idadirman. O'zimning nima qilayotganligimni bilmayman. Chunki o'zim niyat qilgan ishlarni qilmayman. Aksicha nafratlanadigan ishlarni qilaman. Agar men yomon ishlarni qilishni xohlamay turib, yanila ularni qilgan bo'lsam, u chaqda vijdonim Tavrat qonunining yaxshi ekanligini e'tirof qilgan bo'ladi. Shunga bu ishlarni qildirayotgani men emas, balki ishimda yashayotgan gunoh.
İşimde, yani günahkar tabiatimde yaxşılıqның yo'qligini bilaman. Chunki yaxşılıq qilish niyatim bor bo'lsa-mu, iqtidorim yo'q. Shuning uchun o'zim niyat qilgan yaxshi ishlarni qilmay, aksicha niyat qilmagan yomon ishlarni qilaman. O'zim niyat qilmagan ishni qilsam, buni qildirayotgani men emas, balki ichimda yashayotgan gunohdir. Buningdan o'zimdagi shu qoniyatni tushundimki, yaxshi ishlarni qilmoqchi bo'lsam-mu, yomonlik menga hamon hamroh bo'lib turg'ashqa, men yanala yomon ishlarni qilaman. Xudoning qonunidan, ichimdan so'yinaman, biroq tenimda boshqa bir qonuniyatni seziman. Bu qonuniyat qalbimdan qoyil bo'lgan qonun bilan jang qilib, tan a'zolarimni gunoh sodir qildiganlikdan meni gunohga asir qildi. Men nima degan bechora odamman ha? Gunohning asri bo'lgan va o'limga elib bordigan bu tenimdan kimmi meni qutqizar? Xudoga shukr. Xudo meni Rabbimiz Ayso Masih orqali qutqizdi. Mening ahvolim mana mundaq. Qalbim bilan Xudoning qonuniga itoat qilishni xohlayman. Lekin amaliyatimda gunohkor tabiatim sababidan gunohning quli bo'laman.